Oylarga. Ben sana aytdim, hal qoldim. Bobur nereye tushunding? Menga ham mayli apparati bilan tomda tegizib 3D chiqardi. Bunaqangi pagoda, bunaqa havoda poxodka qilish do'stlar. Boshqacha bo'lar. Demak, sotishi bilan shunday. Ustoz keldi-da, narsa qilib shogirdlar shu narx aytib ketganda ustoz to'xtadi-da. Sanda skaner qilgin dedi-da. Ko'rsatib qo'yib keyin tushuntirdi-da. Aytdim-ki, ha, demak hozir bu menga skaner qilmasdan ko'rsatsa, haligi men miyamda qimmat degan tushuncha bo'ladi-ku. Keyin skaner qilib oldi-da, keyin sotdi keyin. Ha, malades. Endi zo'r qilding dedim. Yo'q, zo'r. Malades bir zubdan kirganda $100 o'ylayapti. $100 o'ylayapti. Qachon ko'rsam soatdan $100 o'rtacha oldi. Keyinchalik yardım bo'lgan. Nega do'siz? Omborga kelyapmiz o'rtoqlar. Ustoz bilan gaplashmadingizmi? Sizga nomeringizni yozib olaman, sotamiz. Biz hozir suvda cho'milishni xohlayapti. Cho'milaman deydi hozir. Qizig'ish etib oladi. Yaqa borib qo'ymishlar ya. So'rashaq desak, voy yerga tortib oladi. Qanday bo'lyapti aka? Zo'r. Kayfiyatlar yaxshi? Zo'rmi?